Bugun uyda fenchuza salatini tayyorlayman. Fenchuzani suvda bitta qaynatib olaman 5 minut. Keyin muzdek suvda chayib tashlab olib qo'yaman. Bitta chayib olaman muzdek suvda. Keyin go'shtlarni chopib olaman maydalab. Piyozni ham qirg'ichdan chiqarib go'shtga qo'shib chopaman. Keyin tavaga yog'ni solib, buni qizdirib, o'sha chopilgan go'shtni qovurib olaman. Chesnok solib, tuz solib, pripravalarni ham solib, bitta qovurib, o'sha tayyor fenchuzaga go'shtni solib, chesnokni ham bitta qirg'ichdan chiqarib, pripravalarni solib tayyorlayman. Mana tayyor. Yoqimli ishtaha. Oddiygina fenchuza.